Tezkor xabar. Endi fuqarolar soliqdan ozod qilinadi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Ayrim tadbirkorlar yer va mol-mulk solig'idan ozod qilinadi. Shahar va viloyat markazida tadbirkorlar tomonidan qurilib, pastki qavatda mahalla yettiligi joylashgan binolar 3 yil muddatga yer va mol-mulk solig'idan ozod qilinadi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti bugun 14-oktyabr kuni mahalla tizimini yanada takomillashtirish, joylarda ishlarni samarali tashkil etish masalalari yuzasidan video selektor yig'ilishida so'z ochdi. Qishloq joylarda esa bu imtiyozlar 7 yil bo'ladi. Bino egasi bo'lgan tadbirkorlar ushbu muddat davomida foyda va aylanmadan soliqning 50% ni pasaytirilgan stavkada to'laydi. Viloyat va islohotlar shtabi tadbirkorlar bilan maslahat qilib, mahalla binosini qurish uchun aniq joyni belgilaydi, yer ajratish qarorini chiqarib beradi. Shuningdek, yig'ilishda sharoit qilib berilganligi uchun joylarda xususiy sheriklar asosida 1000 ga yaqin zamonaviy mahalla binolari barpo etilishi qayd etildi. Tezkor yangiliklardan xabardor bo'lishni istasangiz, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring.